qum soatni ko'rishim bilan orqa miya kanali ikkilamchi stenozi torayishi ko'z oldimga keladi. Bugungi videomiz bilan orqa miyani ikkilamchi torayishi, ya'ni stenoz kasalligi haqida ma'lumot beramiz. Bu kasallik xalqimiz orasida nihoyatda ko'p uchraydi. Ko'pincha insonlar belida yoki oyog'ida og'riq paydo bo'lgan bo'lsa, buni ko'proq grija bilan yoki osteoxondroz bilan bog'laydi. Lekin statistika shuni ko'rsatadiki, orqa miya kanalining ikkilamchi torayishi, ya'ni qum soatga o'xshab torayib qolishligi ko'p uchraydi. Va buni odamlar sezmasligi ham mumkin yoki bilmasligi ham mumkin. Umurtqa pog'onasi umurtqa tanasidan hamda ravoqlardan, o'simtalardan iborat. Har bitta umurtqani orasida ravoq bilan o'rtasida orqa miya kanali joylashgan. Bu pastda o'tgan soha orqa miya kanali. Va bu orqa miya kanalida orqa miyamiz yotadi. Bu ikki yon tomondan chiqayotgan narsa bular nervlar. Har bitta umurtqaning orasidan ikkitadan nerv chiqadigan teshik bo'ladi va bu nerv chiqadigan teshigidan ikkitadan nervlar chiqadi. Orqa miyani va umurtqa pog'onasini 4 ta qismi bor. Ya'ni bo'yin qismi, ko'krak qismi, bel qismi va dumg'aza qismi. Bo'yin qismida orqa miya kanali anchagina tor. Tor degani orqa miya kanali mavjud bo'ladigan bo'lsa, unga orqa miya to'lib turadi. Ko'krak qismida ham umurtqa pog'onasi kanali tor bo'ladi va uning ichida orqa miya to'lib turadi. Va orqa miyamiz birinchi, ikkinchi bel umurtqalarining orasida konus bo'lib, uchli bo'lib tugaydi. Bundan u yog'iga orqa miya emas, uni shokilali, uzun iplardan iborat, nervlardan iborat ot dumiga o'xshash nervlar bilan davom etadi. Ya'ni orqa miyani chegarasi birinchi, ikkinchi bel umurtqasining orasida tugaydi. Bundan u yog'iga faqat nervlar davom etadi. Ko'rganimizda maketimizda orqa miya kanalini devorini hosil qilishda qatnashadigan sariq bog'lam bo'ladi. Bu maketda sariq bog'lam ko'rsatilmagan. Ko'ryapsiz, bu yerda ochiq joy turibdi va unda sariq turibdi. Bu sariq aslida orqa miya. Bu suvaylar bilan bu suvaylarni ravoqlarini bir-biriga bog'laydigan sariq bog'lam degan bog'lam bo'ladi. Qoidaga narsa. Shu sariq bog'lamni kattalashgani, semirganligi hamda bo'g'im o'simtalarining kattalashganligi hisobiga orqa miya kanali torayadi. Bu xuddi qum soatni eslatadi. Orqa miya kanali pastda o'tgan soha deydigan bo'lsak, shu soha torayib, pastda ham o'tmaydigan, nervlar o'zi zo'r o'tadigan bo'lib qoladi. Orqa miya kanalini toraytiradigan tashqi ta'sirlardan birinchisi bu ayrim holatlarda travma hisobiga umurtqaning tanasi sinib, orqa miya kanali tomonga qarab suyak, singan suyak bo'laklari chiqadigan bo'lsa ham kanalni toraytiradi. Bundan tashqari o'sma kasalliklari, o'pqinlar, ya'ni hosilalar, umurtqaning tanasidan o'sib kiruvchi hosilalar, tashqi yumshoq to'qimalardan o'sib kiruvchi hosilalar orqa miya kanalini toraytirishi, nerv chiqadigan teshikni toraytirishi mumkin. Orqa miya kanalini toraytiruvchi ikkilamchi omillar bular umurtqaning o'zidagi tabiiy sariq bog'lam degan bog'lam bo'ladi. Shu bog'lamni kattalashganligi, semirganligi, shishganligi, gipertrofiyalanganligi. Bundan tashqari bo'g'im o'simtalarining kattalashib, nerv chiqadigan teshikni toraytirganligi. Bundan tashqari gigant grijalar, ya'ni sekvestrlangan orqa miya kanaliga chiqib ketadigan nerv strukturalarini bosadigan katta hajmdagi disk churralari ham orqa miya kanalini toraytirishi mumkin. Shuning uchun osonroq misol aytaman. Qum soatni men orqa miya kanalining torayishiga, ya'ni stenoz kasalligiga o'xshataman. Stenoz bo'lgan sohada, toraygan sohada qumni o'tishi qiyin bo'ladi, to'g'rimi? Mana ko'radigan bo'lsak, qum qiyinchilik bilan toraygan sohadan o'tadi. Xuddi shuni singari orqa miya kanali tor qismdan nervni o'tkazuvchanligi yaxshi bo'lmaydi. Shu sohada, torayish sohasida nervlarni sezuvchanlik, harakatlantiruvchanlik xususiyati pasayib qoladi. Yana bir misol tushuntiraman. Agarda shu simni provoda, ya'ni sim deydigan bo'lsak, uni ustidagi yuza izolyatsiya qavati bor. Shu qavatini biz xomut deymiz, siqib turadigan narsa. Xomut bilan qatiradigan bo'lsak, uni izolyatsiyasiga jarohat yetadi, ya'ni travma beradi. Izolyatsiyasi yupqalashib, ichidagi mayda simlarni o'tkazuvchanlik yaxshi bo'lmaganligi hisobiga o'sha simdan tok o'tkazuvchanlik yaxshi bo'lmaydi va ayrim holatlarda sim bilan siqilgan, xomut bilan siqilgan simlarda qisqa to'qnashuvlar hosil bo'lishi mumkin va yong'inga ham olib kelishi mumkin. Xuddi shuni singari nerv siqilgan sohada, ya'ni orqa miya siqilgan sohada nervni o'tkazuvchanlik yaxshi bo'lgani hisobiga yuqoridan pastga, ya'ni markazdan periferiyaga qarab turib nerv o'tkazuvchanligi buziladi. Bemorlarda asosiy shikoyatlari oyoqlardagi uvishish, oyoqlardagi karaxtlik, uzoqqa yura olmaslik, yurganda oyoq kiyimi ayrim hollarda tushib qolganini ham bilmay qolishlik, zinadan chiqish qiyinligi, oyog'ini pastki sohalarida, tovon sohalarida
xuddi shumar yurgandaqa jivir-jivirlash va shag'alda yurgandek yoki qum bosgandek o'zgarishlar paydo bo'lishligi kuzatilishi mumkin. Agarda stenoz kasalligi bo'yin sohasida va ko'krak sohalarida kuzatiladigan bo'lsa, orqa miyani o'tkazuvchi yo'llari buzilganligi hisobiga tanani pastki qismlarida toraygan sohadan pastda sezgi va harakat buziladi. Bemorlar oyog'ini chimchillaganini ham, urib olganini ham yoki hattoki kuyib qolganini ham sezmasligi mumkin. Bundan tashqari harakat buziladi. Ya'ni oyog'ida yurganda bemorlar oyog'ini ko'tarib bosa olmasligi holatlari. Ya'ni buni tibbiyot tilida parez deydi. Parez kuzatilishi. Bundan tashqari kichik chanoq a'zolari faoliyati, siyish faoliyatining buzilishi, axlat kelish faoliyatining buzilishi ham kuzatilishi mumkin. Stenoz bilan kasallangan odamni qanday qilib aniqlash mumkin? Stenozning o'zini darajalari bor. Dastlabki bosqichlarida aniqlash qiyin bo'lishi mumkin va ko'p kasalliklarga taqqoslash qiyin bo'lganligi hisobiga differensial diagnostika qilish qiyin bo'lishi mumkin. Avvalo, bemorni vrach guruhiga olib borib, uni nevrologik narusheniyalari, nevrologik muammolari bor yoki yo'qligini aniqlash kerak va aniqlangandan so'ng bemorga instrumental tekshiruv usullari, ya'ni tomografiya, rentgen tekshiruvlari tayinlanadi. Tomografiyada nima aniqlanadi? Tomografiyada toraygan sohada nerv o'tkazuvchilari yaxshi bo'lmaganligi va sariq bo'g'lam degan bo'g'lamni kattalashganligi va bo'g'im o'simtalarini semirganligini aniqlashimiz mumkin. Keyingi tekshiruv usuli ENMG, ya'ni elektroneyromografiya tekshiruv usuli. Bu orqali qaysi sohada qaysi nerv zararlanganligini bilishimiz mumkin va nerv zararlanganligini darajasini aniqlashimiz mumkin. Bu qanday usul hisoblanadi? Buni sodda qilib tushuntirganda, montorlar, ya'ni elektr jihozlarini sozlovchi, uni montaj qiluvchi ustalarning qo'lida indikator bo'ladi, to'g'rimi? Qaysi provodada, ya'ni qaysi simda tok bor yoki yo'qligini aniqlaydigan qo'llarda alohida indikatorlari bo'ladi. Bu indikatorlar yordamida plus bilan ha, tok bor, svet yonadigan, plus bilan ha, tok bor, minus yo'q, tok yo'q. Xuddi shuni singari biz oyog'imizdagi yoki qo'limizdagi muskullarga, oylarga va nerv o'tkazuvchi yo'llariga o'zini alohida indikatori bor va sezuvchi moslamasi bor. Shu sezuvchi moslamasini tekkizdirib tok berib ko'rganimizda, o'sha tok o'tkazuvchaligi qanaqa? Shuni aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Buni elektroneyromografiya, ya'ni ENMG degan tekshiruv usuli hisoblanadi. Shu orqali ham periferik nervlarda zararlanish ko'rsatkichlarini aniqlashimiz mumkin va stenozni darajasini aniqlashimiz mumkin. Stenoz kasalligi bilan uchragan insonni kelajakda nima kutadi? Agarda stenoz kasalligi kuchayib boradigan bo'lsa va stenoz borgan sari chuqurlashib, kattalashib boradigan bo'lsa, torayish shu darajaga yetib kelishi mumkinki, hattoki sezgini buzilishiga, to'liq buzilishiga, harakatning to'liq buzilishiga ham olib kelishi mumkin. Absolyutniy stenozning позвоночный kanallar deydi, ya'ni nerv shikastlangan teshikning to'liq bekirganligi bu eng yomon asorat hisoblanadi. Stenoz bo'lgan sohadan pastda sezgi, harakat buziladi. Hattoki ayrim holatlarda kasallik darajasi kuchayib borgani sari CDning buzilishini, CDni sezishni buzilishligi yoki axlat kelishini sezmaslik holatlari ham kuzatilishi mumkin va tanadan pastki sohada umuman harakat buziladi. Navbat esa kasallikni davolash, ya'ni stenoz kasalligini davolash haqida suhbatlashamiz. Orqa miya kanalini toraygan qismini qumsoti deydi. Davolashning maqsadi toraygan sohani kengaytirish, ya'ni tasavvur qiling, qumsot bo'lish uchun toraygan soha bo'lishi kerak. Bizning maqsadimiz toraygan sohani kengaytirish va qum tushishini yaxshilash. Bu esa toraygan sohani kengaytirish bilan bajariladi. Biz toraygan sohani kengaytirganimizda, qumsoat bitta qilganimizda yuqoridan qum lopatib pastga tushib qoladi. Maqsadimiz shunga erishish. Orqa miya kanalini eshik misolida tushuntiradigan bo'lsak, eshigimizning o'zini atrofidagi kesaklari bor. Bizning shevada kesaki deydi. Romkasi bor. Stenoz kasalligida bo'g'im o'simtalari kattalashgani hisobiga va sariq bo'g'lam kattalashgani hisobiga eshikning diametri kamayib qoladi. Misol uchun, men 60 lik diametrga ega bo'lgan odam bo'ladigan bo'lsam, o'tishim qiyinlashib qoladi. Yoki 80 lik. 80 lik eshigimiz 60 bo'lib torayib qoladi. Bizning maqsadimiz kanalni kengaytirish. Buning uchun esa atrofida
shishib chiqqan, kanalni toraytirishga sabab bo'lgan narsani yo'qotishdan iborat. Biz esa atrofini shishib chiqqan sohani kengaytirib, buni olib tashlash orqali toraytirishni bartaraf qilishimiz mumkin. Va bemalol 80 li odam ham, 60 li odam ham eshikdan bemalol kirib chiqadigan bo'ladi. Tasavvur qiling, qo'shningiz suv tutgan va sizga ozgina joyidan suvni tashlab yoki taydan o'tgan ozgina jildirab turgan suv bilan suv ichyapsiz. Bu bilan esa o'simliklaringiz to'la to'kis sug'orilmaydi va ayrim o'simliklaringiz suvga chidamsiz bo'lgan o'simliklaringiz qurib qolishi ham mumkin. Xuddi shuni singari stenozni bartaraf qiladigan muolajalarning natijasida qachonki qo'shni suvni to'sgan joydan ochib yuboradi, ariqlaringizga to'la to'kis suv keladi va suv kelgani hisobiga o'simliklaringiz yetarlicha suv bilan ta'minlanadi va hech qanaqa qurish ham bo'lmaydi. Agarda qo'shni suvni to'sib turaveradigan bo'lsa, hech qanaqa joydan sizga tashlab bermaydigan bo'lsa va absolut umuman sizni qaytib ariqlaringizga suv kelmaydigan bo'lsa, o'simlikni umuman o'sish haqida gap so'z ham bo'lishi mumkin emas. Xuddi shuni singari. To'siq bu orqa miya kanalini torayib turgan qismi va jildirab turgan oqib chiqib ketgan yengil taydan o'tayotgan suvlar esa toragan qismidan zo'rg'a o'tayotgan nervni o'tkazuvchanligi. Agar nervni o'tkazuvchanligi yana ham pasayadigan bo'lsa, tananing pastki qismlarida, ya'ni beldan pastda yoki oyoqning pastida, tizzadan pastda sezgi harakat buzilishi bu xuddi suvga chidamsiz bo'lgan o'simlikning qurishiga o'xshaydi yoki o'sishini sekinlashishiga yoki barglarning to'kilishiga, so'lishiga o'xshab qoladi. Stenoz kasalligida nerv o'tkazuvchanligi yaxshi bo'lmaganligi hisobiga sezgi harakat buziladi dek. Sezgi harakat buzilishini tiklashlik uchun stenozni, ya'ni toragan sohani bartaraf qilish kerak. Agarda stenozga sabab bo'lgan narsa umurtqa tanasini sinib orqa miya kanaliga chiqib ketadigan bo'lsa va bu travmani hisobiga rivojlangan bo'lsa, buni dori-darmonlar bilan davolashning imkoni yo'q. Buni sinus-suvoy bo'laklarini terib olib tashlash va nerv chiqadigan teshikni toraytirib, jarrohlik amaliyot yo'li bilan, operatsiya yo'li bilan orqa miya kanalini keng qilib ochib, toraygan narsani kengaytirib qo'yish mumkin. Bundan tashqari, stenozga sabab bo'lgan narsa, torayishga sabab bo'lgan narsa opxol, ya'ni hosila, o'sma kasalligi bo'ladigan bo'lsa, o'sma kasalligini ham dori-darmon bilan, tabiiy yo'llar bilan, tabiiy yo'llar bilan davolash imkoniyati yo'q. Buni ham stenozga sabab bo'lgan narsa o'sma bo'lganligi hisobiga uni jarrohlik yo'li bilan olib tashlash va olib tashlangan hosilani, o'smani gistologik tekshiruvga berish. Gistologik tekshiruv xulosasidan so'ng kimyo terapiya yoki nur terapiya qilib davolash mumkin bo'ladi. Stenozga sabab bo'lgan narsa orqa miya kanalidan chiqqan disk grijasi bo'ladigan bo'lsa, disk grijasining hajmi katta bo'ladigan bo'lsa va nerv strukturalarini bosib stenozga sabab bo'ladigan bo'lsa, buni dori-darmonlar bilan so'ldirish nihoyatda qiyin va uzoqroq vaqt talab qiladi. Agarda shu vaqt davomida kasallikda asoratlari rivojlanadigan bo'lsa, jarayonni shu holatda saqlab qolishda imkoniyati yo'q. Shuning uchun ham uni jarrohlik yo'li bilan, ya'ni endoskopik usulda kesmasdan lazer bilan olib tashlashlik mumkin bo'ladi va stenoz shu bilan bartaraf bo'ladi. Voy, hamma davolash usuli operatsiya yo'li bilanmi deb vahimaga tushmang. Stenoz kasalligini torayishni darajalariga qarab turib, yengil darajalarda va o'rta og'ir darajalarda fizioterapevtik muolajalar bilan va mashqlar orqali ham kasallikni hozirgi holatda saqlab qolish mumkin, rivojlanib ketishidan oldini olish uchun. Mashqlar bu muskullarni oziqlantirishga asoslangan. Oyoqning kaf qismidagi, bodir qismidagi, son qismidagi, yonbosh sohadagi, bel sohadagi muskullarni rivojlantirishga asoslangan mashqlar hisoblanadi. Va natijada muskullar nakatchinlik bo'lib rivojlansa, yetarli miqdorda qisqarib bo'shashadigan bo'lsa, bu pastdan oyoqning pastidan qon kelishini yaxshilash va yurakka kelayotgan qon hajmining ko'payishiga sabab bo'ladi va ishlashini yaxshilashi hisobiga nerv o'tkazuvchanligi ham tiklanadi. Stenozni fizioterapevtik usul bilan davolash qanday bo'ladi? Buning uchun plazma lifting, terapiya, refleksiya terapiya, zartoqulli terapiya, udarno-valovaya terapiya, lazer terapiya, magnitoterapiya kabi muolajalar yordamida ham toraygan sohani kengaytirishga erishish va kattalashgan bo'g'im yuzasini va kattalashgan bo'g'imni kichiktirishga erishish va toraygan sohani kengaytirishga ma'lum bir miqdor erishish mumkin. Va natijada kasallikni hozirgi holatda saqlab qolish va rivojlanib ketishini oldini olish va kasallikni asoratlarini oldini olishda imkoniyati bo'ladi. Bu esa sizga oyog'ingizdagi uvishishlar kamayishiga, sovqotishlar kamayishiga, og'riqlarning kamayishiga va harakatlaringiz erkinlashishiga yordam berishi mumkin. Orqa miya kanali stenozi torayishini bunaqangi sodda misollar bilan
tibbiyotdagi qiyin atamalardan voz kechib, xalq tushunadigan tilda video qilish hammani ham qo'ldan kelmaydi va bunaqangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun va ko'proq odamga yetib borish uchun podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying va insonlarga manfaatli bo'lishini xohlasangiz, like va kommentariy yozib bizni qo'llab-quvvatlashda davom eding.